Firuza Normatovadan sirli xushxabar. Aktrisa Firuza Normatovaning Instagram sahifasida tarqalgan videolardan birida u hayotida juda quvonchli yangilik borligini ma'lum qildi. Video davomida aktrisa xotirjam va hayajonli kayfiyatda quyidagi so'zlarni aytgan: Men sirlilikni, tinchlikni yaxshi ko'raman. Juda ham xursandman, alhamdulillah. Quvonchimizga sherik bo'layotgan insonlar juda ko'p. Biz uchun duo qilgan barchaga katta rahmat. Hayotimizda juda katta xushxabar bor, deydi u. Mazkur videoni tomosha qilgan kuzatuvchilarning aksariyati izohlarda Firuza Normatovani ona bo'lishdek ulkan baxtga erishganini bilan tabriklab, unga iliq tilaklar bildirishdi. Muxlislar aktrisaning quvonchini yurakdan qo'llab-quvvatlab, xursandchiligiga sherik ekanliklarini izohlarda faol tarzda izoh etishgan. Aktrisaning muxlislari videoga layk bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu sirli xushxabar qanday xabar bo'lishi mumkin?